300 milyon so'mgacha bitilgan loyiha, 200 milyon so'mga zalog bilan. Muddati 7 yil muddatga 2006 davr bilan aylanma mablag'lar to'ldirish uchun 18 oyga hudud toifasiga kelib chiqib, Toshkent viloyatida 4 ta toifa bor. Birinchi toifadan 4-chi toifagacha, 5-chi toifa yo'q. Og'ir hudud hisoblanadi 5-chi toifa. 4-chi toifaga 20% dan beriladi, 3-chi toifaga 21, 2-chi toifaga 22, birinchi toifaga 23% takliflar ajratiladi. Yani aylanma mablag'ga 18 oyga ajratiladi. Undan tashqari yana mahalla bankiri degan kredit produktlari bor. U produktlar 60 million so'mgacha beriladi. Ayol tadbirkorlarga 24% dan, erkak tadbirkorlarga 25% dan. Ve 36 oy muddatga aylanma mablag' to'ldirish uchun 18 oyga ajratiladi. Yana alkogol mahsulotlari 312 soniya qarori bo'yicha alkogol mahsulotlariga, tamaki mahsulotlariga, keyin formula ishlab chiqarilgan mahsulotlarga kreditlar ajratilmaydi. Buni o'zini shartlari bor. Haligi korxona oxirgi 12 oy davomida faoliyat yuritgan bo'lishi kerak. Faoliyat yuritib kelayotgan bo'lishi kerak. Kapitaka qarzdorliklari bo'lmasligi kerak. Soliqdan, muddan shu 312 da aylanma mablag' hozir soliqdan ma'lumotnoma berishingiz kerak. Oxirgi 12 oy davomida faoliyat yuritgan degan. Oldin talab qilinardi, yengillashtirildi va shartlar. Oldin 12 oyda har oyda hisoblangan to'laydigan bo'lishi kerak. Hozirgi talabda shartlar yengillashtirildi. Shartlarda soliqdan ma'lumotnoma olib kelasiz, oxirgi 12 oyda faoliyat yuritgan.